Farg'ona shahrida noqonuniy migratsiyaning oldini olish va xavfsiz migratsiyani ta'minlashda yoshlarning roli, amalga oshirilgan ishlar va istiqboldagi vazifalar mavzusida davra suhbati bo'lib o'tdi. Unda viloyat hokimligi, O'zbekiston mahallalar uyushmasi viloyat boshqarmasi, migratsiya agentligi va yuksak salohiyat jamoat birlashmasi Farg'ona filiali, viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi hamda nodavlat notijorat tashkilotlari, mahalla fuqarolar yig'inlari vakillari ishtirok etdilar. Tadbirda noqonuniy migratsiyaning salbiy oqibatlari, uni oldini olish va bu borada amalga oshirilgan ishlar muhokama qilindi. O'zbekiston mahallalar uyushmasi, yuksak salohiyat jamoat birlashmasi bilan hamkorlikda migratsiyani tartibga solish masalasida ishlar olib borilyapti. Bugungi kunda hamkorlikda shu migrantga ketganlar, noqulay mehnat sharoitida ishlayotganlar qaytarish masalasi va ularni daromadli mehnat bilan band qilish. Bugungi kunda ko'plab shu 19 shahar tumanimizdagi mavjud 1017 ta mahalla fuqarolar yig'inlarida yuksak salohiyat jamoat birlashmasi bilan birgalikda qaytib kelgan mehnat migrantlariga grantlar ajratish, shu o'zlarini shu imkoniyatlardan kelib chiqib kasb hunarlari mavjud bo'ladigan bo'lsa, o'sha tikuv mashinalari yoki bo'lmasam shu uskunalar olib berish yoki kichik biznesiga yordam berish orqali ularda o'sha O'zbekistonda ishlash imkoniyatini yaratib berish bizning asosiy maqsadimiz. Yuksak salohiyat jamoat birlashmasi Farg'ona filiali Xalqaro migratsiya tashkiloti hamda Shvetsiya Adliya vazirligi ko'magida Farg'onada xavfsiz migratsiyani ta'minlashga qaratilgan strategik loyihani amalga oshirgan edi. Unda Farg'ona shahridagi Afrasiyob, Marg'ilon shahridagi Tutdagi hamda Farg'ona tumanidagi Navruz mahalla fuqarolar yig'inlari pilot mahallalar sifatida tanlab olinib, bu borada targ'ibot va tashviqot ishlari olib borildi. Loyihaga psixologlar ham jalb etildi. Loyihaning ichida birinchidan noqonuniy migratsiya, xavfsiz migratsiya bo'yicha biz SBC kompaniya degani biz mana shu bormanglar, hatto qanaqa tushkunlikka tushasizlar deb aytiladi hamma targ'ibotda. Lekin shuning ichida biz mana shu seminarlarimizda ishtirok etgan ishtirokchilarga qanday yo'lda oqtarsakki, shu qat'iyatga borib tushkunlikka tushmaslik uchun. Odamlar fikrlashni boshlaydi. Qanaqadir o'zini izlanishlarini boshlashadi. Qanaqadir harakatlarga nima qilsam ekan deb boshqacha fikr bildirib, o'zlarini iloji boricha mashina qolib, qanaqadir qo'shimcha mutaxassislikka o'qib, tushkunlikdan chiqishga harakatlarini qilishadi. Biz forum teatr orqali bu O'zbekistonda birinchi bo'lib boshlaganimiz uchun shunga men juda ham faxrlanaman. 40 ta maktab psixologlarida o'qidik. Forum teatr degani nima degani? Bu muammoni o'rtaga tashlanadi, ishtirokchilar o'zi shu muammodan chiqish yo'llarini topish kerak. Mana shu metodika nihoyatda kuchli. Men o'ylaymanki, mana shu yo'nalishda biz ancha oldinga boramiz hamda mana shu targ'ibot ishlarimizda yaxshi natijalarga yetamiz. Loyihada faol ishtirok etgan mahallalarga Shvetsiya Adliya vazirligi tomonidan kichik grantlar taqdim etildi. Berilgan mablag'lar evaziga aholi bandligini ta'minlash uchun kerakli ish anjomlari sotib olindi. Natijada 10 ta kichik biznes korxonasi tashkil qilindi. Iloji boricha uylariga kirib, tushuntirishlar olib boryapmiz. Mana atda yurgan fuqarolarimizni, migrantlarimizni bu yerga chaqirtirib, ular necha yildan beri yurgan bo'lsa, o'zini malakasini oshirdi. Shu yerlarda mana Tutday mahallasidan biz joylar ajratdik. Mana ularni chaqirdik, shatdan joy aytayotganimizga hozirgi kunda 30 ta fuqaroyimizni ishga taklif qilishdi. Yaqinda biz grant asosida yutib oldik, Svarka apparatini yutib oldik. Fuqaroyimizga berdik, mutaxassisga berdik, joy bilan ta'minladik. Mana hozir ketayotgan yoshlarimizga biz kirib tushunchalar beryapmiz. Qana bo'lsa ham qonuniy ketishlariga. Oilasi mana ketganlarda biz oilalari bilan suhbatlar o'tkazyapmiz. U yerlarda qana ishlayotganini qiynalib qolsa iloji boricha chet elda migrantlarimizni, migratsiya otdellarimizga aloqada chiqyapmiz, ularga amaliy yordamlar beryapmiz. Olib borilgan targ'ibot natijasida migratsiya bo'yicha yoshlarning xulq-atvorini o'zgartirishga qaratilgan tizim joriy etildi. Shuningdek, o'sib kelayotgan o'g'il-qizlarda odam savdosi xavflarini oldindan payqash va ularga qarshi psixologik immunitet shakllantirishga muhim e'tibor qaratildi. Bundan tashqari, tengdoshga tarmog'ini yaratishga muvaffaq bo'lindi. Loyiha koordinatorlarining asosiy maqsadi har bir mahallada xavfsizlik zanjirini yaratishdir. Bundan buyon ham yuksak salohiyat jamoat birlashmasi Farg'ona filiali aholi turmush sifatini oshirish va fuqarolarning huquqiy himoyasini ta'minlash kabi ezgu sa'y-harakatlarni davom ettiradi.